Tarixda ilk bor UFC turniri Oq uy hududida bo'lib o'tadi. Ammo bu safar muxlislarni bitta muammo kutmoqda. Odatda UFC turnirlarini yakshanba tongida bemalol tomosha qilardik. Endi esa vaziyat boshqacha. UFC Freedom 200lik turniri 14-iyun kuni AQShda o'tkaziladi. Bizning vaqt bilan esa asosiy janglar 15-iyun dushanba tongida taxminan soat 5:00 da boshlanadi. Bu safar ko'pchilik ishga yoki o'qishga borishidan oldin uyqudan voz kechishiga to'g'ri kelmoqda. Lekin gap oddiy turnir haqida emas. Gap Oq uyda o'tadigan UFC tarixiga kiradigan afsonaviy oqshom kardi haqida ketmoqda. Shunday ekan, bir kunlik uyquni qurbon qilishga arziydi. Alex Pereiraning 2025-yildan 2026-yilgacha bo'lgan o'zgarishi. Fuatan bu hafta oxiri tarix yaratishi mumkin. Agar u Cyril Gannni mag'lub etsa, UFC tarixida 3 xil vazn toifasida chempion bo'lgan ilk jangchiga aylanadi. Avval o'rta vazn va yarim og'ir vaznda kamarlarni qo'lga kiritgan Pereira endi og'ir vazn kamariga ham da'vogarlik qilmoqda. Ilya Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi janjal davom etmoqda. Qisqacha press konferensiyadan qiziq joylar. Justin Gaethje: Men hech qachon shaxsiy gap aytmadim. Jang haftasida hammamiz hissiyotlarga berilamiz va hamma narsani o'ziga oladi. Menda senga nisbatan hech qanday shaxsiy adovat yo'q, xavotir olma. Men ham o'tirib olib, kelajakni bashorat qilayotganimni aytishim mumkin. Masalan, uni 2-raundning 2-minut 10-daqiqasida nokaut qilaman deyishim mumkin. Lekin bu sport ishlar bunday ishlamaydi. Ilya Topuria: Bizning eng katta farqimiz shundaki, sen menga zarar yetkazmoqchisan, men esa albatta zarar yetkazaman. Sen urinib ko'rasan, men esa bajaraman. Farqimiz mana shunda. O'zi aytayotgan har bir gapiga ishonadigan narsistsan. Ilya Topurianing aytishicha, Justin Gaethje chegaradan oshib ketdi va endi bu masala shaxsiy adovatga aylangan. Justin chegaradan oshdi. Men va sobiq turmush o'rtog'im o'rtasida bo'lgan voqealar faqat bizning ishimiz edi. Biz endi birga emasmiz, ammo u mening qizimning onasi. Uni haqorat qilayotgan yoki vaziyatni bilmasdan gapirayotganlardan bir narsani so'rayman. Biroz hurmat qiling. Siz bizning munosabatlarimizni hurmat qilishingiz shart emas, ammo kimningdir farzandi onasiga hurmat bilan qarash hayotdagi eng oddiy tamoyillardan biri bo'lishi kerak, dedi Ilya Topuria. UFC'ning Oq uyda o'tkazilishi rejalashtirilgan turnirda hozircha yomg'ir yog'ishi ehtimoli 65%, momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli esa 39% deb baholanmoqda. Agar ob-havo prognozi o'zgarmasa, tashkilotchilar uchun ob-havo omili jiddiy muammoga aylanishi mumkin. UFC tarixidagi eng noodatiy turnirlardan biri aynan tabiat sinoviga duch kelish ehtimolidan xoli emas. Plus, UFC Freedom 200lik oddiy turnir emas. Bir tomonda Alex Pereira tarix yaratish uchun oktagonga chiqadi, ikkinchi tomonda esa Ilya Topuria va Justin Gaethje o'rtasidagi keskinlik tobora ortib bormoqda. Buning ustiga Oq uy ustidagi ob-havo ham tashkilotchilar uchun navbatdagi sinovga aylanishi mumkin. Ammo bitta narsani unutmaslik kerak. Ko'pchilik Topuriani favorit deb hisoblayapti. Ammo Justin Gaethje hali ham UFC'dagi eng xavfli jangchilardan biri bo'lib qolmoqda. Uning zarba kuchi, xarakteri va eng muhimi bosim ostida ham ortga chekinmasligi uni juda xavfli raqibga aylantirmoqda. Topuria hozir mag'lubiyatsiz, ammo Gaethje faoliyati davomida ko'plab yulduzlarni to'xtatgan va eng katta janglarda o'zini isbotlagan jangchi. Shuning uchun bu jangda hech narsani oldindan hal bo'ldi deb aytib bo'lmaydi. 15-iyun tongida bizni UFC tarixidagi eng esda qolarli turnirlardan biri kutmoqda. Savol esa bitta: Topuria navbatdagi afsonani ham yiqitadimi yoki Justin Gaethje butun MMA olamini hayratda qoldiradigan eng katta sensatsiyalardan birini amalga oshiradimi? Javobni esa Oq uyda bo'ladigan tarixiy oqshom beradi. Ushbu jang haqidagi shaxsiy fikrlaringizni albatta kommentariyada kutaman. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida keyingi videolarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.